Assalomu alaykum hurmatli Manchester United muxlislari. Sizlar bilan yana Zamin Reds kanali va men e'tiborlaringizga navbatdagi tahliliy videoni taqdim qilaman. Undan oldin odatdagidek like bosishni, kommentariy yozishni hamda bizning kanalga podpiska qilishni iltimos qilgan holda, demak, biz boshlaymiz. Bugungi mavzumiz o'sha bir necha kun haftani boshida bo'lib o'tgan Manchester United Sunderland o'yiniga bag'ishlangan. Mana Old Trafford stadionida odatdagidek bo'lib o'tgan o'yinga bag'ishlanadi. O'yinda eslatib o'taman, o'yin 2-0 hisobida Manchester Unitedning g'alabasi bilan yakunlandi. Endi ko'pchilik aytishi mumkin, Sunderland Manchester o'rnida komanda emas, bunday deyish mumkin. Shuni ham zo'rg'a yutdimi degan ma'noda gapirish mumkin, lekin bitta gap tarafi bor. Sunderland hozirgi paytda kuchli 5likda ketayotdi. Hozir tushib ketdi, 9-o'ringa tushib ketdi. Va shunday xulosa qilish mumkinki, Sunderland Manchester Unitedga nisbatan va umuman ba'zi bir jamoalarga nisbatan umuman yaxshi o'yin namoyish qilayotdi mavsum boshida. Va Manchester United ulardan haqli ravishda ochko ola oldi va buni menimcha endi tanaffusdan oldin, FIFA kunlaridan oldin, haftaning oxirida bizni jang kutmoqda. Hatto o'sha FIFA kunlaridan oldin bizga yaxshi motivatsiya bo'ldi menimcha va o'yinda qandaydir o'zgarishlar bor, paslar bor va bu borgan sari o'sha Amaring taktikasiga futbolchilar moslashayotganligidan dalolat beryapti deb o'ylayman. Sizlar esa bu haqda albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Demak, bevosita o'yin haqida gaplashadigan bo'lsak, dastlabki daqiqalarda Manchester United birinchi taymda hujumlar qila boshladi va 8-daqiqada Mbeumo'ning pasidan keyin Mason Mount hisobni ochadi va 1-0 hisobda Manchester Unitedni oldinga olib chiqadi. E'tiborli tarafi, goldan oldin hisoblanganda Manchester United 19 ta aniq pasdan keyin darvozani ishg'ol qilgan va bu o'ziga xos qandaydir ijobiy belgi sifatida ko'pchilik tomonidan baholangan. Oradan bir necha daqiqa o'tib, Benjamin Sheshko jarima burchak to'pidan amalga oshirilgan pasni darvozaga to'g'rilab qo'yadi va hisobda 2-0 ko'rinishiga olib kelib qo'yadi. Ikkinchi taymda zaminalar qilishni boshladi Amaring. Dalot hamda Mount o'rniga Dorgu hamda Kunya tushdi. 46-daqiqada, 77-daqiqada Mbeumo o'rniga Mason Mount, Kobe Mainoo tushdi va 85-daqiqada Casemiro hamda Len Yoro o'rniga Ugarte hamda Harry Maguire maydonga tushdi va hisob 2-0 ko'rinishda yakuniga yetdi. Eng muhimi, quruq o'yin o'tkazdik biz va nihoyat golni o'tkazolmadik, olib ham qo'ymadik o'zimizga golni. Shu sababli bu men tomonidan endi ijobiy deb baholanyapti. Bu aytganda sizlar o'zlaringiz fikrlaring, albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. O'yin statistikasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, XG bo'yicha Manchester United 1.84 ta golga o'yin namoyish qilgan. Sunderland jamoasi esa 0.71 ta golga o'yin namoyish qilgan. To'p egallab turish bo'yicha 50-50, zarbalar bo'yicha 15-8, aniq zarbalar bo'yicha esa 6-3 hisobi qayd etilgan. Ko'rib turibsizlar, Sunderland emas, Manchester United Sunderland darajasidagi o'yin namoyish qilganligini, hozircha Sunderland jamoasi bilan bir o'rinda ekanligini biz ko'rishimiz mumkin. Turning jadvalga qaraydigan bo'lsak, birinchi o'rinda Arsenal 7 ta turdan keyin 16 ochko to'plagan, undan keyin Liverpool 7 ta turdan keyin 15 ochko to'plagan va 9-o'rinda Sunderland jamoasi 11 ochko to'plagan 7 turdan keyin va Manchester United 10-o'rinda 7 ta turdan keyin 10 ochko to'plagan holda egallab turibdi. Eslatib o'taman, o'sha bizda birinchi o'rindan 6 ochko ajratib turibdi. Endi maydonga tushgan futbolchilar, asosiy tarkib hamda zaminaga tushgan futbolchilarga va ularga qo'yilgan ballarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, Manchester Unitedda quyidagi futbolchilar maydonga tushdi. Darvozada Sonny Lamens bo'ldi va uning debyuti biz uchun omadli keldi, ya'ni vartabni oyog'i yoqdi deydi mahalliy tilda aytganda. Va biz Sonny Lamens ham bir ikkita vaziyatlar juda ajoyib seydlar namoyish qildi va menimcha haqli ravishda Manchester United g'alabasiga hissasini qo'shdi. Himoyada Luke Shaw, Matthijs de Ligt hamda Len Yorolar harakat qildi. Ko'rinib turibdi, uchala himoyachimiz ham gol o'tkaza olmadik. Bu degani biz yaxshi o'yin namoyish qildik degani. Ikkita qanotda Dalot hamda Diallolar harakat qildi. Diallo juda ajoyib harakat qildi.
Mbemo ikkalasi maydonni yondirib tashladi va o'ylashimcha eng yaxshi o'yinchilardan bittasiga nomzod Diallo bo'lyapti. Dalotni ko'p tanqid qilishga o'rganib qolganmiz, lekin o'shangi tanqidlarga yarasha Dalot o'yini ham mazmunsiz, ya'ni muxlislarga yoqmaydigan darajada tushunarsiz o'yin namoyish qilishni boshlagandi. Lekin bu o'yinda menimcha hamma futbolchilarimiz bizda yaxshi ijobiy natijalar qayd etganligi uchun yaxshi baholanadi deb o'ylayman. Maydon markazida Bruno Fernandes hamda Kazemirolar harakat qildi. Endi Bruno Fernandesga o'z-o'zidan endi uni yangi roli va shu sababli unga bir bundan oshiq narsani talab qilishi noto'g'ri, chunki Bruno Fernandes hamma biz bilamiz qanaqa mehnat qilishini maydonda va trenerning ko'rsatmalarini aniq bajara olishiga men ishonaman va shu sababli o'sha oldingi yilgi Bruno bilan solishtiradigan bo'lsak, albatta o'yin joylashuv joyiga o'zgarganiga qarab Brunoda ham o'yin uslubi o'zgaradi deb o'ylayman. Hujumchilar ortida Mason Mount hamda Bryan Mbemolar harakat qildi. Ikkala futbolchi ham yaxshi harakat qildi. Mbemoda bitta assist, Mountda bitta gol va Mount travmasiga qaramasdan yaxshi o'yin namoyish qila oldi va o'ylaymanki, haqli ravishda g'alaba qozonganimiz uchun ularning hissasi ham o'ziga xos bo'ldi deb o'ylayman. Hujumda esa Benjamin Sheshko bo'ldi va ikkinchi o'yinda ikkinchi gol uryapti va bu albatta tahsinga loyiq va uni haftaning oxirida asosiy sinov kutyapti. O'ylaymanki, bu sinovdan ham o'ta olsak biz Manchester United safidagi eng yorqin hujumchilardan biri bu ekanligini yana bir bora ko'rsatib bergan bo'lardi deb o'ylayman. Mana sizlarga endi o'yin eng yaxshi o'yinchisi sifatida sizlar kimni baholaysizlar? Saytlar ko'pgina insiderlar tomonidan Man of the Match deb Benjamin Sheshko deb topildi va oy o'yinchisiga ham nomzodlikka qo'yildi Benjamin Sheshko. O'ylaymanki, shu tempda o'yin namoyish qilsa, har bir o'yinda gol ura olsa, menimcha bu jamoa uchun foyda bo'lsa foyda bo'ladi, lekin zarar bo'lmaydi. Mana sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlar shundan iborat edi. Sizlar bilan Zamin Res kanali bo'ldi. Sizlardan odatdagidek like bosishni, kommentariy yozishni hamda bizning kanalga podpiska qilishni iltimos qilgan holda sizlar bilan xayrlashaman va videoning so'ngida albatta Sunderland darvozasiga urgan ikkita golni maslarga qo'yib beraman. Sizlar bilan esa odatdagidek boyagi aktivlikni kutib qolgan holda sizlar bilan xayrlashaman yana bir bora va xudo xolasa haftaning oxiriga yaqin preview bilan jang oldidan ko'rishamiz. Xayr. O'zlaringga asranglar.